Hop, o'rta burun chig'anog'ining plastikasida agar u asimetrik kompleks yopayotgan bo'lsa, uni plastika qilish kerak bo'ladi. Agar bulyozniy bo'lsa, ha, unda ham ochish kerak bo'ladi. Hop, agar pnevmatizirованный bulyozniy bo'lsa, unda pastdan tepaga qarab sekin-sekin tiqib olib chiqamiz. Tepaga qarab. Agar anaqa kosniyli bo'lib qolgan bo'lsa, unda biza sekin tepadan kesib ochamiz buni. Kesganda ham shunaqa kesiladi sekin-sekin. Ko'rdinglar, sekin. Ozgina bulyozniy, ha. Sekin kesish kerak. Hop, pinsat tayyorlang. Birinchi boksli berasiz, undan keyin pinsat. Bu joyni skalpelda kessa ham bo'ladi yoki qaychida kessa ham bo'ladi. Mana shuni suyagini o'zini ajratib olsa ham zo'r bo'lsa kerak. Hop, shunday yo'q. endi qaranglar mana. Savol beryaptilar aziz akamlar. Qaranglar. Shuni ustini o'zini shilla qavatdan ajratib, ichida suyak olib tashlasa bo'ladimi deyapti. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu g'alvirsimon kataklarga ochiladi bu. Bu. G'alvirsimon katak ochilgandan keyin ichkari shilliq yig'iladi, yana mukatselli bo'lib chiqib bo'ladi yani. Shuning uchun ochish kerak bo'ladi. Savol uchun rahmat akam. Hop, qaychida beramiz, ikkishini qaychib bering. Hop. Bu shilliq qavat saqlab qo'yish kerak. Operatsiya yakuni kerak bo'lib qolishi mumkin bizga bu. Mana, ko'rdinglar? Olingan hech narsani tashlab Qattiq ochilyapti, ko'rasizmi? Operatsiya tugamaguncha. Shunaqa. Hop. Uni ochdik. Bo'ldi, yaxshi. Endi har doim o'rta burun chig'ini olgandan keyin orqasini kuydirib qo'yishimiz kerak mana bu. Har doim. Siz turasiz, bo'ldi. Tak. Shu o'rta burun chig'anoq plastikasi. Agar o'rta burun chig'anog'i oldingi qismi asimetralniy kompleks yopadigan bo'lsa, maksillarniy liniyadan oldinga chiqadigan bo'lsa, fokus sushi bilan shuni tars olish kerak bo'ladi. Fokus sushi oldi qismini, ha. Bunga qiyshuvda rahmat bersanglar. Mana. Ko'rdinglarmi? Bo'ldi.